Assalomu alaykum hurmatli podpischilarimiz, musofir deyilgan aka-uka opa-singillarimiz. Bugungi videomuz yangilik temasi bo'ladi. Bugun 2026-yil 9-mart bugun. Ertalabdan soat 8:18 minut o'tdi. Yurtimizning 4 kilometrda qor yog'ib boshladi yana. Ko'rsatib o'tamiz. Dağda ham g'irag'adi, izi qor aylandi do'stlar. Yurtlarimizning yurtlarimiz azlar qor yog'ib tutdi. Qaram yağılğandı. Her tuttu bu qaram. Yurtlarimizning kanalımızda yangi bo'lsangiz abone bo'lib qo'yishni unutmang. Bir like'lar bilan qo'llab tursanızlar, shu o'xshash yangiliklardan chiqarib borishda davom etamiz. Ketkazgan vaqtingiz rozi bo'lasalar, keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.